Mana shu ko'rib turgan bolalaringlar, meni sinfdoshlarim, shu o'rinda bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Sinfdoshlarning o'rni baribir boshqa. Hech kim ularning o'rnini bosa olmaydi, hech qachon. Maktab 10 yil bo'ladimi, 20 yil bo'ladimi bitirib ketganiga hech kim bilmagan narsalarni biladi. Meni familiyam nima edi deb so'rasa, sizni familiyangizni aytib beradi. Boshqa sinfdoshlarning familiyasini aytadi. Ne только familiya, balkim bizning hech narsamiz yo'qligida ular bo'lgan. Sinfdoshlar bor bo'lsin. Sinfdoshlarni tanlab bo'lmaydi. Hayot o'zi ro'para qilib qo'yadi. Так что qadriga yetinglar. Ana bu gaplar begoda emas. Hamma bizga tegib ketgan. Sinfdoshlar yig'laydi, uxlaydi, buqlaydi. Bu baribir biz shunaqa mentalitetda yashaymiz. Oqibat ustun baribir ko'p narsalar. Didor g'animat, pul hammasi topiladi deganlar. Gapirish ham usti, bu amalda qilish kerak hammasini. Tak что sinfdoshlarni bitta o'zi eslab qo'yinglar. Indamada eslasanglar undan ham yaxshi. Ey do'stu yorlar, Toshkentli bollar, bugun choyxona bizlarni chorlar.